Assalamualaikum küçük dostlar. Yaxşı doğdunlarmı? Bugün okuyacağım kitabımızın ismi Douglas'ın Kucaklısı. Azim Kurucu Osmancan Muhammed. Әмса kichik do'stlar, bugungi Douglas'ning quchoqlashi nomli kitobimizni o'qishni boshlab ketandik. Jimmy mavjudat qishliq uyqusidan uyg'ongan bahorning bir atigini cho'nqur o'nkir ichidan kimdir birining asnigan ovozi anglanibdi. Aslida bu bir qo'ng'ir ayiqchoqning ovozi bo'lib, uning ismi Douglas ekan. Mushtobda birarsi meni quchoqlab qo'ygan bo'lsa ha, debdi Douglas o'z-o'ziga. Shuning bilan u uxlash kiyimini selib, tuklarini tarab, galastukini taqab, uni quchoqlab qo'yishni xohlaydigan birarsini izlab mengibdi. Douglas ko'nglida yo'g'onroq narsani quchoqlasa cho'qim bek payzi bo'ladi deb o'ylab atrofga qaragan ekan. Uning ko'zi yo'g'on bir yumaloq toshga tushibdi va u toshni chinnida quchoqlab olibdi. U bu quchoqlashdan azroq rohat his qila olmabdi. "Voyjon, nimandoq eg'ir!" deb g'o'dirabdi u. Douglas bu qitim yana "Igizroq narsani quchoqlasa cho'qim bek payzi bo'ladi" deb o'ylabdi va yinidagi eng egiz narsa daraxtni quchoqlamoqchi bo'pti. Biroq u daraxtni quchoqlasimi o'xshashla aplashmabdi. Ha, aslida daraxtning tikini bor ekan emasmi? Douglas bu qitim yana yumshoqroq narsani quchoqlasa cho'qim bek payzi bo'ladi deb o'ylabdi va qo'lga sanjilmaydigan bir chatqonlikqa kelib to'xtabdi. U chatqonlikni shundoq quchoqlabla ichida g'alati bir narsa bordek his qildi. Yo'pirmoqlar tavrinib ketibdi. O'ylamagan yerdan texi heliqi chatqonlik qechib ketibdi. Douglas, "Undoq qilmay meni bir quchoqlab qo'ygin" deb to'labdi. Ma, yo'q, biz bek aldirash" debdi qo'zichoqlar ma'rab turib. Douglas ularning gapiga parvo qilmay, qo'lashlarini kergan peti yugurib kelib, qo'zichoqlarni quchoqlab olibdi. Biroq qo'zichoqlarga Douglasning bu qiliqi yoqmay, vaqirab, chaqirab, tepishlab qochqila turibdi. Bechora Douglas, "Nemishqa meni quchoqlab qo'ygudek birasi chiqmaydigandu" deb nola qildi. "Agar men bir quchoqlashga erishmoqchi bo'lsam" debdi bir aqlli mushuk yapaloq javob qaytirib, "daraxt shexida o'ltirgan bo'latdim. Andin" Mushuk yapaloqning gapi tugmay turibla Douglas, "Ömüse men bir sinab boqay" deb to'labdi va daraxtga yamishib mushuk yapaloqni izlabdi. Biroq u shu an o'zining kalvaligini his qilib, o'sal bir holatga tushib qopti. "Sen haqiqatan mo bek dod ekansan" debdi mushuk yapaloq. "Men faqat shu bir illiq quchoqlashga erishay degan edim" debdi Douglas burnini tortib. "Balkim bu yer ostida biri bordu" Douglas qo'lini so'zibdi va yer ostida xuddi toshqandek uzun quloqliq bir jonivorning borligini his qilib, kuchab bu jonivorni tortib chiqaribdi. Douglasning qarashicha, bu toshqon quchoqlaydigan narsada qilmaydi ekan. U yana burnini tortib qo'yibdi. Ondan keyin hech nimani o'ylamay, yo'g'on burnini toshqonning yumshoq tukiga surkabdi. "Yo'q, xafa bo'lmay meni tezroq tushirib" deb varqirabdi toshqoningga. "Men birisining illiq quchoqlashiga muhtoj" debdi Douglas. "Ammo men bu xil illiqlikni hech yerdan topa olmadim." "Ha, men tushundim" debdi toshqon muloyimlik bilan. "Undaqda men bilan yur." Toshqon Douglasning yungli qo'llarini yetilgan peti uni toza aylantiribdi. Eng oxirida ular bir o'nkirning yeniga keldi. Shu paytda ularga biraylarning asnak ovozi anglangandek bo'pti.
Douglas öngürning ichiga qarab, ichidagilar xuddi uningga tonishdek g'alati bir xil hissiyotga kelib qopdi. Douglas "Meni quchoqlab qo'ygin, bulamdi" debdi-da, intayin tez surat bilan öngür ichiga yuguribdi. "Oppo! Endi men shuni tushundimki, men eng omroq odamning quchoqlashishla hammadan rohat bo'ladi ekan", debdi Douglas. Andan keyin u baxt ilikida opasining illiq qo'yniga o'zini etibdi. Kichik do'stlar, yoqtirdinglarmi? Bugungi hikoyamiz mushat oyoqlashdi. Kelak sonda ko'rishaylik. Allohga omonat.